Hozir bu yerda mana shu xo'jamiz savdosi bo'lyapti. Qancha savdosi bo'lyapti hoji aka? Savdosi. Savdosini nima qilasan? Qancha beryapti bozor? 8,5 qilyapti. 8,5 savdosi bo'lyapti hozir bu yerda akalar. 8,5. Xudo olsa sekin ketishlar boshlanyapti. Barodali mashina mollarimiz ham kirishni boshlagan. To'la zabzurlarni qilib, ma'lumotlarni berib o'tamiz. Barodasi bundan ekan bular? Voy, shu odamdan so'ra. Bular barodasi qanaqa? Hoji aka? Alo, go'lishdi emasmi? Go'lishdi emasmi axir? Go'lishdimi degan. Alo baroda. Yenalarni ham ko'rsatib beradi. Ko'rasiz. Alo barodamiz. Har bittasi bu qo'cha ekan dedi. Akalar, bozorlarimiz boshlangan. Videolarimizni oxirigacha kuzatib, like deb bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib, batafsil yordam beramiz akalar. Javohar nima gap, Javohar? Nechima? Ukamiz trendda. Xolos akalar, like deb bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Assalomu alaykum chorvador aka ukalar. Xudo xolasa bugungi bozorlarimiz obzorlarini qilib, ma'lumotlarini beramiz. Birinchi o'rinda yosh qo'chalarimiz obzorlarini qilamiz. Ikkinchi sahifamizga yosh xonachilarni obzorini qilib, ma'lumotlar beriladi. Uchinchi sahifamizda har doimgidek olingan, sotilganlarning obzorlarini qilib beriladi. Akalar, qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni batafsil ravishda yordam beramiz. Like deb bosib, qo'llab-quvvatlab turish albatta esdan chiqmasin. Manzillarimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shohiydon chorva mol bozoridamiz. Bugun hafsaramizning 28-yil, 2026-yil akalar. Sizlar uchun ma'lumotlarni batafsil ravishda yordam beramiz. Kichkina bo'lsa ham obzorlarni qilib beriladi akalar. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni beriladi akalar. Like deb bosib, qo'llab-quvvatlab turish albatta esdan chiqmasin akalar. Sizlar uchun albatta harakat qilinyapti. Harakat qilib obzorlarni qilinyapti akalar. Like deb bosib, qo'llab-quvvatlab tursizlar, xursand bo'lamiz sizlardan. Like bosib tegin akalar. Birinchi o'ringa endi mayda yosh ko'chatlarimizdan ko'rsatamiz. Pullari arzon, qulaylaridan. Pullari qanchadan aka bularni? O'ntur, bo'lari-chi bo'lari? Gapiring bo'larini qanchadan qo'yamiz aka bularni? 12 beramiz. 12,5 ga 12. 13 ga 12 qo'ydik. Hisobi chiqmaydimi? Ha, aka, ana borman, bozordamiz. So'raydigan qilib ayting bo'lmasa. Abo aytdimi 13 million. Kami bor. 13 million. 500 mingdan desha beryapsiz, shef. 12 millionga o'veraylik mana. Bismillahirrohmanirrohim. Bizlar talash tortishib, mana shu obunachilarimiz bonus qilib, chiroyli gapirib beraylik. Barakazmiz. 12 millionga 13 million. Dolasa telefon qilaverasizlar. Kami bor akalar albatta. Qo'ldan kelgancha kamini qilib berildi. Egamiz aytgan emas. Sizlarda ham aloqaga chiqsalar ham ishlarni bitirib berishaveradi. Nomerlarni qo'yib qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Nomer ayting aka. 94 hop 303 7791 ga aloqa chiqarasizlar akalar. Qo'yasizlar, bunisi ish chiqadi. 90, bunisi 95. Birga yaqin akalar. Mana cho'ntak bobidan so'ragan aka-ukalarimizga. Mana akalar, cho'ntak boblaridan, pul arzonidan. Hoji aka, puli qancha puli? 11 deyapti. 11. Savdosi qancha bo'ldi? Savdosi 10,5. 10,5 savdosi bo'lyapti. Oxiri qancha beraverasiz? Oxiri 11. 11. 11 kami bor deyapsiz. 11 ga sotilmasa kerak. Dehqonmisiz? Dehqonchilik akalar. O'shancha 11 kami bor deyapti, 11 ga beraman deyapti. Kami bo'ladi. Telefon nomerini qo'yamiz, qiziqlar aloqa chiqarasiz. Nomer qoldiramizmi aka? Mayli, 88. 88 da 170. 170. 95. 91. 91 mi? 91. 87. 87. Aloqa chiqarasizlar akalar. Endi bu tarafda yana arzon variantlarimizdan, mana 3 tasi arzon variantlardan ekan. Buni sifati bor ekan, sal farqi bor ekan akalar. Holatlari yaxshi. Hoji aka, bu pullar qanchadan deymiz buni 3 tani? Va? Telefon nomeri yo'q. Savdosi qanchadan bo'lyapti? Aytib qo'yaver, bo'lmasa. Savdosini aytib o'tib ketamiz. 11,5. 11dan. 11dan savdosi bo'lyapti. Bular-chi bular? 10 million so'mga beraman mana. 10 millionga beriladi. 10 millionga beraman. Bunisi-chi? U mendan emas. Sizdan emas. 11 ga beraman. Buni 11 ga beriladi. Bu vositalar nechidan chiqadi? 85 dan chiqadi bo'ladimi? Hop, bularni qanchadan beramiz aka? 11 dan qilyapti ikkovi. 11 dan savdosi bo'lyapti. Qancha berasiz sizlar? Kelishtirib beradi.
Aytaveram. Kelishtirib bering. 11,5dan beraman. 11,5 gami bor. Hop, Bag'im ekan, shunda bag'im ekan, katta. buni ikkitasi. bu ikkita. Xo'p, buni ikkitasi qo'yiladi. Bo'ldi. Dilbar raqamlarni qo'yibmiz, qiziq qilib aloqa chiqarasizlar. 93lar. 626 626 98 98 98 aloqa chiqarasizlar aka. Mana kalla boshlarini ham, holatlarini ko'rsatib o'taylik. Avvalachilar. Yaxshi, barakasi bersa akalar aloqa chiqarasizlar. Akalar kichkina bo'lsa ham, biz sizlar uchun obzorlarni qilib, ma'lumotlarni yoritib berilyapti. Shuning mehnatimizga like deb bosib turasizlar. Qo'llab turish esdan chiqmasin. Sizlar uchun obzorlarni qilib, ma'lumotlarni batafsil ravishda olib beramiz. Har bitta bozorlarga yoritib beriladi akalar. Xudo xolasa mana yerda yaxshi sifatlilaridan bor ekan. Ular qanchadan aka bo'ladi? 15 dan 30 deymiz. 15 dan 30 million kami. Kami bor. Savdosi qanchadan bo'lyapti aka bularni? 26 million savdosi. 26 million hozir paytda savdosi bo'lyapti ekan akalar. Chinorlarimiz. 26 million. 90 plyuslaridan chiqib qoladi. Nomer qoldiramiz akalar. Qiziqqan alohida telefon qilgani bo'ldi. Endi bir raqam qoldirish kerak bo'lsa aka, bozor sotiladi. Bu tarafda yana arzon variantlaridan akalar. Uka qanchadan aka? Savdosi qanchadan bo'lyapti ularda? Savdosi qancha bo'lyapti savdosi? 12,5 beryaptimi? 12,5 dan savdosi bo'lyapti. Quvvatlar 90 plyuslari. Yaxshi. Holatlarni ko'rib turibsiz. 12 ham, buni ham 12,5 beryaptimi? Ha? Bunisi ham 12,5 berishi. Nomer qoldiramiz, qiziqlar telefon qilgani. Telefon raqam qoldiramizmi? Qoldiramiz. Ayting. 93 96 086 086 26 83. 26 83. Aloqa chiqish so'rasi. Qanchadan deymiz ularda? 16 millionga 14 million kami bor. Oxirini gapi. Ikkoni 15 dan bir joyga. Ha? Ikkoni 27 millionga beramiz. Oxiri 27 million. 27 million, ha? Qiziqlar telefon qilaveramiz. Va'da beramiz. Foda bo'lib dastlab xizmatlarimiz bor. Yer ishlarga bir hafta garantiyalari ham bor akalar. Hop. Bunisi qurajin aka unisiga akalar. Bunisi bittasi bu qo'cha ekan 27 million. 27 millionga ko'plab qilmaydimi? Kelishtiring buni sunajin ekan o. 26,5 ga olsin, va'da beramiz. 26 ga to'g'risi. Hop, 26. Chunki hop 26 bo'ladigan bo'lsa 14 ga 13 bo'ladi. 12 bo'ladi. To'g'ri, 12 ga 14 bo'ladi akalar. Bu vaslar nechidan chiqadi bularni? 1 metr plyusga 95. 1 metrga 95. Bu simetallarimiz akalar bir joyga sotilibdi. Ha, jonim sog' bo'linglar. Bo'ldimi bu bahosi? Bilmadim. Qanchadan ketdi aka? Qanchadan bular? Qanchadan ketdi? Qanchadan aka bular? Puli qanchadan? 30 milliondan kam bor ekan akalar. Simetallarimiz. Ha, jonim sog' bo'linglar. Like bosib o'rasizlar birodarlar. Xizmatdamiz. 30 milliondan kam bor deyapti. Yangi partiyalar endi kirib keldi. Hozir paytda. Akalar. Ha, jonim sog' bo'l. Qo'yvaslari 5, 10 lari ham bor. Ular kichiklari ham bor. Orasida xunojillari ham bor ekan akalar. Ma'lumotlarini olamiz, xudo xolasa. Sizlarga bular telefon raqam qoldiramizmi? Yo, sotildimi? 97 lar. 593 66 66 ga aloqa chiqarasizlar akalar. Kimga mana shunday simetal variantlaridan keladigan bo'lsa, kerak bo'ladigan bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Mana jonim sog' bo'ling. Quyida soni ko'p emas. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta. Bularchi nechta aka bular? 30 millionni 30 milliondan kam bor deyapti. Hozir paytda savdolar ham bo'lyapti. Barakasini berursa avvalom olganga ham sotganga ham Alloh taolo barakasini bersin. Endi o'zimizni Messi mollarimiz obzorlarni qilaylik. Birinchi o'rinda akalar. Parodalardan aylansin. Akalar mana yerda yana gibridlarimizdan bor ekan. Xo'jalimdan. Xo'ja aka, buni puli qancha deyapsiz pulini? 17 Buni aka? 17 million. Kami bu. Savdosi qancha bo'lyapti?
16 milyon 400 ming savdosi bo'lyapti ekan akalar. Ha jonim sog' bo'g'li. Unisida qancha savdosi bo'lyapti? 20 million qilyapti. 20 million savdosi bo'lyapti ekan, berishmayapti ekan akalar. Ha jonim sog' bo'g'li. Harakatini bersin. Avvalom. Mana arzon variantlaridan, pul qo'ling cho'ntak boplaridan akalar so'raganlariga mana bitta yana bor ekan mana shu yerda. Pul qancha ekan aka buni? 14 million kami bor. Mubaslari 90 ga yaqin. Savdosi qancha bo'lyapti uka? 12,5 savdosi bo'lyapti ekan hozirda akalar. Majonon sog' bo'ling. Telefon raqam qoldiramizmi? Telefon raqam qoldirish shart emas ekan. Bu tarafda yana arzon variantlardan so'radigan aka-ukalarimizga mana arzon variantlarimizdan jadvallarimiz. Hoji aka pullari qanchadan buni? 27 kami bor. 26 mi? 27 dan 22 mi? Uzoqdan gapirasiz, past gapirar ekansiz-da. 22 ozgina kam. 22 ozmi? 21 so'rayapti. 22 ozgina kam bor ekan, keling. 85 lardan chiqib qoladi atrofida bo'lmaslar. Qiziq qolgan telefon raqamlarini qo'yib qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. Nomerni ayting, hoji aka. 77 lik 323 76 03. 76 03 ga qochib qolasizlar, akalar. Avvalom bor, barakasini beraversan avvalom. Hozir paytda savdosi bo'lyapti. Golishtin siviltalimiz akalar. Targ'ilidan. Hoji aka qancha bo'lyapti savdosi? Hozir 13 million 100 million. 13 million 100 ming savdosi bo'lyapti. 13 million 100 ming akalar. 85 dan ziyodroq chiqib qoladi. Hojijon sog' bo'ling. Hoji aka. Hoji aka bering akam, bering. Tortishmang, hoji bo'mga bering. Barakasini beraversin avvalambor akalar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turish albatta esdan chiqmasin. Xudo xolasa, obzorlarni qilib, ma'lumotlarni berdik. Endi Xunajin bozorimizga ham o'tamiz. Bu tarafda yana shvitlarimiz ham bor ekan akalar. Shvit barodalar. Xunajinmi bu qo'chami aka bular? Bular bu qachalar. Qanchadan deymiz ularni? Kattalar 20 20 akam bor. Yiriklarni 20 dan kam bor akalar. 20 milliondan kam bor. Bu baslari 1.5 plyuslaridan chiqib qoladi. Bunisi-chi, bunisi? 15 million. Savdosi qancha bo'ldi kelasi? Bozor qilib bergan yo'q. Bunisigachi? 12 million so'radi. Akalar, ular ikkalasi savdosi bo'ldi, kichinasi 12 million savdosi bo'ladi. Meslimi bular? Qirg'iz parodami? Qirg'iz paroda ekan akalar. Yo'q. Ha, jonim sog' bo'l. Qiziq qolgan telefon raqamlarini qo'yib qo'yasiz, telefon qilaverasizlar. Ayting nomerda ekan. 93. Hop. 266 Ha? 266 57 70. 70 ga qochib ko'rasizlar akalar. Xudo xolasa, yosh bu ko'chalarimiz obzorlarni qilib, ma'lumotlarni batafsil yaxshi yoritib berdik akalar. Xato kamchiliklarga oldindan uzr so'rab qolamiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turish albatta esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va Asmil o'z akkauntiga obuna bo'lish esdan chiqmasin akalar.